Din davlatga aralashmaydi, davlat dinga aralashmaydi. Demokratiyadan tushunganlari shu. Din davlatga aralashmaydi, davlat dinga aralashmaydi. Hop. Ular bu gaplarda sodiqmilar? Shu gapida turishadimi? Aslo. Ha, din davlatga aralasha olmaydi. Dinni davlatga aralashishiga aslo yo'l qo'ymaydilar. Ammo muftiyni tayinlagan davlat, maoshini bergan davlat, o'qiydigan xutbasini belgilaydigan davlat, askar bo'ladigan paytda 3-moddaga ko'ra qasam ichtirib, davlatga sodiq qolishiga ahd olgan davlat, uning qo'lida ishlaydigan askarlarni hammasini tanlagan davlat, ularni byudjetini belgilagan davlat, davlat. Ammo davlat dinga aralashmayapti. Bundan ortiq davlat dinga qanday aralashsin?